Men Bahodirjonov Odiljon doisiman. BMP klinikasiga 4 marotaba keldim. Birinchi kelganimizda Odiljon o'zi tikka turishni bilardi. Keyin ikkinchi kelganimizda o'zi mustaqil yurishni boshladi. Uchinchi kelganimizda yana o'zi uzoq masofaga yurishni boshladi. Hozir mana 4-chisida nutqi zo'r chiqib gapiryapti. Bemalol 3 ta so'zni qo'shib, men bilan muloqot qilib gaplashishni bilyapti. Masajlarimizni mana vaqtida olyapmiz. Uyda ham davom ettiramiz doim. BMP klinikasi zo'r, hamma narsasi bor. Basseyn, gidrovanna, bak oladi Odiljon doim. Tmes mana bu galga qo'shdi Saydol aka. Tmesdan keyin yana o'zgarish zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Shunaqa niyatimiz bor. Odiljon keyingi galga o'zi yugurib kirib keladi, xudo xolasa. BMP klinikasiga sizlarga ham kelishlarini tavsiya qilaman. Hamma sharoitlari bor, ovqatlari zo'r, lecheniyalar vaqtida olyapmiz mana. Xonalar issiq, konditsionerlar bor, mana. Xolodilnik bor, sharoitlari zo'r. Sizlar ham kelinglar.